beshinchida, 10-chida, 15-chida. Qonga qilamislar, mana unda yo'q emas. Shunchasi dunyoda o'tgan chidasizda. To'snisi nongan qilib o'zim ishlayotgandim, ishlolmayapman. To'yxonalarga borib, boshqalarga borib ishlab kelardim. Birinchi o'tibga gaymardim bor. Og'riq beradi, lechina qilmanga o'zim. 6 ta farzandni bir o'zingiz yolg'iz ona qanaqa boqasiz, yeb ichishini, hammasiga yetkazishni qanaqa qilib? Birinchi o'rinda Allohdan so'rayman, qo'limdan kelgancha. Qolganiga shukr, amallayapmiz. Ikkinchi o'g'lim arava tortadi, ko'ktiradi. Xil paytda bular olib kelib beraman, narsa imkonim boricha parishon so'g'in qilib ipitlardan berishganlarni olib keladi, ishlar sotishadi amallar. Kunim shu. Nima ovqatlar qilib yedirasiz bolalaringizga? Kachkadan hech narsamiz yo'q. Faqat kachka bilan o'shangacha olib keladi. O'zimiz bir şey yo'q. Ijarada o'tirgan joyimizda tepa qo'shni bolalar ikkinchi o'g'lim ovqat qilayotganda kuzatibdi. Salimni uchun faqat kachka izladi. Imkonim yo'q shu narsadan aytsam, ustimizdan kulgan odamlar ham bo'ladi. Faqat kachka yoziladi. Bu ijara uy bu. Ha, ijaramiz. Qancha pul to'laysizlar? Biz to'laymiz. Hozir boy to's plan bera olmadik. Chiqaz olaman degan 2 kundan beri ishonmayapti, chiqib ketyapti. Yo'q, hozir mashina mazamni o'zgarib ketayotgani ham ko'ryapti. Sabab turing deb tushuntirib qo'yamiz. Ozgina kutolmaysizmi? 6 ta bola bilan ko'chaga chiqarib yuborgandan o'sha uyi aniq bo'lguncha hech bo'lmasa kutib turolmaysizmi bir yordam qilib? 5-chida, 10-chida, 15-chida, 20-chida man oy tugatyapti. Men yana ketdim yuraman buni. Sen mana kerak emas payti kelyapti o'sha. Beragan. Nima man sochmani so'rasa yetadi. Pul bersa man soch pulim berib qo'ysa, men bularga ishdan demayman. Ishim ham bor. Hovlida bor yashab kelganmiz. Odamlarni vagonida bor yashaganmiz. Odamlar vagon berishgan o'sha yerda anaqa o'tirib jamalagan joy bo'lganda o'sha yerga borib biz ovqatlar qilib berganmiz shularga. Shu yerdan tirikchilik qilib yurganmiz bolalar bilan. Bakarashga berishadi, vaqti kelsa shunaqa qilib imkon boricha o'zimizni ro'zg'orimiz amallab, kunimizni shunaqa amallab ko'rganmiz. Chunki vaqti kelsa bitta ko'rpachasidan ko'chada yotgan kunlarimiz bo'lganda, bitta ko'rpachani shuni ko'rpani yopib shu farzandlarim bilan ko'chada yotgan paytim ham bo'lganda, o'sha paytda ham hech qaysini hech kimga bergan kelmagan. Hattoki farzandim arava itaradi, 12 yoshar o'g'lim arava itaradi. O'sha 10 ming narsa olib kelsa, shu ro'zg'orga amallab kunimiz ko'rganda, balki to'g'risi hech qachon buni og'ir vaziyat deb o'ylamayman. Chunki shunchasi dunyoda o'tganim bu chidasi emasda. Chunki Alloh suygan bandasiga mana sinovlar berib buni og'ir ishlarni sababchi qildi. Xudo xohlasa hammasi Allohdan bu. Hamma pular ko'psi, pular ko'psi, qonga qilamislar, mana unda yo'q emas. Alloh bizga chiroyli uy bersin. Uy bersinmi? Misol uchun 10 ming bersa ham, 3 ming bergan taqdirda ham, shu berganiga ham Alloh rozi bo'lsin. Vaqtinglarni ajratganlarga ham rahmat, kattakon sizlarga. Berayotgan odamlarga, saxiylarga kattakon rahmat. Hozir mana shunaqa holat bo'ldi, biz to'g'risi boyagi ichkarida holatni ko'rishingizni hal qilmasdan keta olmadik. Biz to'ldirib boy to's plan bera olmadik. 5-chida, 10-chida, 15-chida, 20-chida man oy tugatyapti. Shuning uchun agar xafa bo'lmasangiz, o'sha 1 oylik nimasini o'zim o'tkazib tursak bo'ladimi hozir? Xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, xafa bo'lamiz. Shunchalik berayotganingiga rahmat. Qancha tushibdi bu? 10 million o'tkazyaptilar. Qarang, siz xudodan so'radingiz.
birinchi o'rinda sana o'rni berdi. Allohim shunchalik qilganga rahmat sizlarga. O'tqazgan odamga men rahmat deyman bolalarim nomi bilan, o'zim nomi bilan. Rahmat. Bularni usti-boshiga qaradik, osh-ovqatlariga qaradik. Alloh bizni holimizga qaraydi endi. Muammolaringiz yo'qmi? Qutula olmayotgan, xastalaringiz, kasalliklaringiz yo'qmi? Ertangi kundan shunchalik xotirjamsiz? Allohdan so'rab yotgan, iltijo qilayotgan orzu niyatlaringiz bor, yechilmayotgan muammolaringiz bor. Shularning yechimi kimnidir muammosini hal qilishingizdek. Mana shu qadar yig'lab yotgan xonadonlar bor, onalarimiz bor, ayollarimiz bor, singillarimiz, o'g'il qizlarimiz bor. Yetkazishimiz kerak joyida. To vaqt bor ekan, kiyintirib qo'yib, osh-ovqatiga qarab, Allohning roziligini topib, farz amalimizni, burchimizni ado etishimiz shart. Vaqf xayriya jamoat fondi. Birgalikda biz katta kuchmiz.